Dilshod 10 ta kompyuter qo'yib qo'yding do'stim. Malades lekin do'st. Endi buni endi narxini nimaga berasan? Men 20sigacha. 1,200,000 dan qo'yaman. 1,200,000 dan, ha? Oyli ulfat. Oyli ulfat ichkilisiz. Ichkilisiz. Nima sharoiti bor? O'zing ko'rsatib bering. O'zing ko'rsatib. Bo'ldi. Qaranglar do'stlar, dachamizga 10 ta kompyuter yaxshilari qo'yilgan. Xo'p, qaranglar. Mana bu stol, yumshoq mebel, mana bu PlayStation va televizorning zonasi qilib qo'yilgan. Qaranglar, такой shunaqangi приятный joy. Bu yerda tak 4 kishilik krovat, 2 spalni, 2 detskiyimiz bor. Xo'p, bu tomonda ham xuddi shunaqa, bu yerda 3 kishi, tak yana 2 spalnimiz bor. Bu yerda zimniy kuxnyamiz, shunaqangi chiroyli такой, общий sanuzolimiz. Bu yerda zimniy basseynimiz, sauna finskiy, zimniy basseyn, tashqarida letniy basseynimiz ham bor. Olib ko'rsataman. Dachani may 20sigacha 1,200,000 gaplashib qo'ydim. Shanba, yakshanba kunlari dogovorniy bo'ladi. Xo'p, tashqarida tapchan, mana shunaqa anaqasi bor, zelen zona. Xo'p, basseyn suv 2 kundan keyin to'ladi. Tepada Chinorkent kanatkasi. Shuni ro'parasi ko'rinib turadi. Dacha yaxshi, hammaga tavsiya qilaman.